Bizda muammo bachadon yo'qligi, qin yo'qligi. Soxta qin yasash operatsiyaga rozilik bor. To'g'rimi? Uydagilar rozi. Ya'ni agar shunaqa qilsam-da, keyin masalan, bir yildan keyin turmushga chiqaman. Undan qasi yo'qmi yoki? Yo'q, hech qanaqa nimasi yo'q. Обычный fiziologический sizga soxta qin yasab beriladi. Bizda hozir bu operatsiya qilinyapti O'zbekistonda. Hozircha jinsiy hayot qilish uchun shu operatsiyani bajarsangiz bo'ladi. Ikkita tuxumdonlaringiz yaxshi, gormonlar normada sizda hammasi. Bu yo'l orqali qanday ona bo'lish kerak desangiz, endi hozirgi kunda mana meditsina rivojlandi, bachadonni ko'chirib o'tkazish operatsiyalari bor. Endi bunga sharoit ko'tarish kerak. Hozir birinchi o'rinda jinsiy hayotni tiklash, turmushga chiqish uchun soxta qin yasash operatsiyasini bajarishingiz kerak. Matkan kichkinayu kattasi bo'lmaydi. Rudimentarniy. Bu o'sha ona qornida 3 oylik homila paytingizda o'sha Mülleroviy tana deymiz.